Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyemizin başlayımız. Leksiyede sizi alıyoruz, Washington'da sözdeyimiz. Bugünkü İslah 2023 yıl, 1. ayının 13. günü heptiki cüme. Tünün bir gün çıkıp zıkan boğan gepelik güney vatandaş. Şunu tünün çıkanmay kaldım. Bugünkü vaziyeti, virüsün vaziyeti var, Cungo'daki. Virüs hep de ahırda 25 bin ölüm yetim koşuldu. Şu aldığımız yetki ötken bir hafta içinde Cungo'da virüsü ölüm yetim hep de ahır degende şu bir hafta içinde degen gepte 25 bin ölüm yetim körüldüydü. Yani şundaklı muşaptan aldığımızlık yaptıran ahırgaça yani şu nispette 25 bin ölüm yetim körülüş mümkün değil. 11 gün içindeydi. 11 gün içinde Cungo'nun yukarı derecelik emeldarlarından 240 nefer kişi virüs bilen öldüydü. Bu haberlerden geldi, virüs hep de ahırda 25 bin ölüm yetim koşuldu. Bu Cungo'ya nazar. Cungo'ya nazar 1. ayının 12. günü tününkü haber, vatandaş bu tügüt değil. Endi sizlerge sözdeydik o vaziyetimizin özü nime deseniz, mundaq bir vaziyet, iki hadise, yani iki siyasi hadise, gayri siyasi hadise, siz biz kütüp duruvatkan vaziyet turaklığı yaki muqimlığı içinde 101 dağın siyasi hadisimiz, siz biz kütmegen tasavvurumuzda sırtını 100 bergen siyasi hadise. Bu siyasi hadise nime deseniz hazır. Bu yıl kaçan? 6. ay, 7. ay bonusu namalum. Her yıl etildiği 7 devlet yukarı derecelikler yığını. Japonya'nın Nagasaki mı, Hiroşima mı, işte aralılan birisi de etildikken bu yığını Japonya riyasetçilik kıldı. Riyasetçi reis oldu, sahip ham oldu dediğin gep. Şununla Japonya'nın veziri Fumio Kishida 7 devletin ziyaret kılış katılılıp çıktı ya. Bugün Cuma günü Washington'a yetip geldi. Yetip gelişten beri bu Anglia'ya görüp Anglia'nın veziri Sunak bilen işgelen bir kelişim imzalap dünyaya çıkardı. Bu kelişimle hayran kaldığı yeriniz hazır Japonya Anglia'da harbiy bazı kuruşga ruhsat kılındı. Anglia Japonya'da harbiy bazı kuruşga ruhsat kılındı degenge. Mana bunu sizden bizden tasavvurumuzdan teşhidiki, teşahür ediki 100 bergen siyasi hadise, dünyalı siyasi hadise dep qaraymiz vatanda. Yani şundaqlı oxşaşlı bir vaqtda, mesela 12. gün, 11. günüm 12. günü, tünügün 12. günü Amerika Qo'shma Shtatlarning davlat mudofaa ministri Austin, Yaponiyaning davlat mudofaa ministri Amerika Qo'shma Shtatlarning davlat ishlar kotibi Antony Blinken, Yaponiyaning tashqi ishlar ministri, mo'shalar 4 nefer, ikki davlat rahbarlari 4 nefer. Erbab Washington'da muxbirlarni kutuvlish yig'ini o'tkazdi. Bular e'lon qilgan bayonot va so'zga so'z iboralarda bir jumla so'z vatandosh o'tgan dedi-ku, shundoq bo'ladi ekan deb shu bir jumla so'zni qayta takrorladi. Biri Yaponiya armiyasining iqtidorini o'stirish. Amerika tarafdan aytganda Yaponiya armiyasining zarba berish, dushmanga zarba berish iqtidorini o'stirish. Bütün kelişimden jarayoni mana shu vatandosh. Meg'izim shu. Amerika, Yaponiya ikki davlat o'rtasidagi muxbirlarning kutilish Washington. Bugun endi Prezident Joe Biden Yaponiyaning vaziri Fumio Kishida bilan Oqsaroyda suhbat o'tkazdi. O natija bugun yoki ertaga yetib keldi vatandosh. Endi ikkinchi, yana shundaq bir paytda 11. 12. günleri Amerika Qo'shma Shtatlarning sobiq prezidenti Trump davrida Oqsaroyda davlat bexatarligi bo'yicha maslahatchi Osiyo Tinch okean ishlariga mas'ul erbab Madi Pottinger bugunlarda Tayvan'da ziyoratda. İkincisi yani şu
Sabık Prezident Trump devrinde devlet müdafiası Amerika Koşmuş Ştatları Asya Tinç Okyan işleri boyunca yardımcı devlet müdafaa ministeri Randy Schreiber Tayvan'da. Biyada bu Tayvan'da Randy Schreiber kandak fikir bayan kıldı. Dedi ki, eğer Tayvan boğazında kriz partlaydıgan bolsa, Amerika xuddi Ukraynani qo'llagandek qo'llash bilan Tayvanni harbiy kuch bilan qo'llaydi dedi. Bu bir atalgı da bu ne? Onun ikkinchi bo'lib, onda Aqsaroyga sobiq Osiyo Tinch okean ishlari bo'yicha yordamchi davlat ishlar maslahatchisi Pottinger dediki, biz hammaga tayyorlik qilib bo'ldik. Allaqachon tayyorlik qilib bo'ldik. Hammaga deganda yolg'iz bu Tayvan bo'g'izning krizisiga emas, yana boshqa shuningga munosabatlik zaruriy xizmatlarning hammasiga tayyorlik qilib bo'ldik. Demak, biz sizlarga bundan bir kun burun nima deb so'zlagan edik? Chingang apandi, yangi ministr, Jungo'ning tashqi ishlar ministri. Üçtü yok. Rusya'ya qartılgan siyaset, avvalki minister Wang Yi'nin siyasetini endi bekar qilib, üçtü yok. Endi Chinggang'ning tashqi siyasetini o'tirib qo'yib, Rusya bilan ittifoqlashdik, munosabat o'rnatmaymiz. Harbiy ittifoq o'rnatmaymiz. Shundaqli ikki davlat munosabati uchinchi davlatga qaratilgan emas degan mazmunda shundan o'tiq so'z. Demak, sen şunu so'zlagankensen, hamda oshkor holda Rossiya Jungo munosabatida bir oralık paydo qilding. Buni sababi nima deb qo'yamiz xulosini. Keyin payt kelganda mush to'g'ri yana tahlil qilamiz vatandoshlar. Vatandoshlarning samiga selib qo'yganimiz ayni chog'da Rossiya 60-yillar 20-asrning Xitoyga qattiq bosim ishlatgani cho'chib ketgan Xitoy Amerika'nı izlep tepip Amerika Qo'shma Shtatlarla diplomatik munosabat bog'lagan edi. Endi hozir Rossiya Jungo'ga bosim ishlatadigan darajadan qoldi. Lekin zada nima sabab? Hozirgacha yaqin munosabati bo'lib kelding, bugun endi orliq saqlading, yana nima sabab? Mas'ulimiz edi vatanda. Demak, qarama, London Pomyo kishida Angliyaning vaziri Sunak kelishim imzoladı. Washington, Yaponiyaning ishga qo'shilgan amaldori va Amerika Qo'shma Shtatlarining 2 nafar yuqori darajalik amaldori, 4 nafar amaldor muxbirlarni kutib olish yig'ini o'tkazdi. Taybi 2 nafar Amerikaning sobiq yuqori darajalik amaldori davlat mudofaa ministrligidan Randy Schreiber davlat bexatarligi işleri boyunca ma'lum maslahat Osiyo Okyan işleri boyunca maslahatchi bo'lgan sobiq Pottinger amaldori Pottinger. London, Washington, Taybi. Bugungi vaziyatimiz mana shunday. Bu endi bo'layotgan ish nima desangiz, harbiy ishlar sohasida ketyapti. Buni diqqat qiling vatandosh. London mu harbiy ishlar sohasi? Washington'daki ishga qo'shilgan diplomatiya yoki muxbirlar suhbat bayon qilishmi? Harbiy ishlar sohasi. Burada meg'izlik gap dedikmi? Zarba berish. Yaponiya dushmanga zarba berishga huquqli. Yaponiya armiyasining faqat qo'g'dinish huquqi bor. Ikkinchi dunyo urushidan keyin o'zini qo'g'dinish qilib huquq bergan. Chet elga hujum qilishga, chet el harbiy bazalarga hujum qilishga huquq bergan emas, unda huquq yo'q. Bugün demek Yaponiyaga boshqa chet ellik harbiy bazalarga, dushmanning bazalarga hujum qilish huquqi berildi degan gap. Buning doirasini o'zingiz tasavvur qilib oling vatandosh. Shuningdan da Taybida 2 nafar Amerika amaldorining so'zlagan so'zlarmi Tayvan bo'g'izida urush bo'ladigan bo'lsa degan miqyos. Doirada shuni so'zladi degan gap. Bu qatim bugun sizlarga so'zlagan leksiyamiz hammasi harbiy ishlar bo'yicha bo'ldi, siyosat ishlar emas. Harbiy ishlar bo'yicha. Xo'sh qilinglar vatandoshim, tun kun zukam bo'lib qolib chiqolmay qoldim, kechiringlar meni.